Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. 2026-yil 4-yanvar sanasi. Yangi yilda birinchi yakshanbasi. Qani ko'ramiz. Ko'pchilik yangi yildan keyin mashina tashlab yuboradi, kopeyka bo'lib ketadi degan gap so'zlar bo'lgan edi. Ko'ramiz, bozordamiz. Xudo xolasa. Nima bo'ladi, qana bo'ladi? Like podpiskasidan chiqmasin, aka-ukalar. Bismillahni boshladik, aka-ukalar. 10xlardan boshladik. 2023-yilda ishlab chiqarilgan 7704 kilometrni taxminan shunaqa yurgan ekan, kraskasi top-toza. 7740 kilometr. Aka, tozdan kraskasi. Toza kraskasi. Assalomu alaykum. Charchamaysizlarmi aka? Rahmat, sog'ligingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? 2026-yilda birinchi yakshanbasi. Like podpiskasidan chiqmasin, aka-ukalar. Rangi oqidan aytganimdek 23, kraskasi toza, 7740 kilometr yuribdi aka. Puli necha pul buni? Buni 11,5 mingdan barakasiga o'tib beramiz. 11,5 ming dollar barakasiga o'tib beramiz. 3-pozitsiya mexanika, atmosferli motor bo'ladi. Salon holatdan ko'rinishlari. Gazi bormi aka buni? Yo'q, benzinda boshlanamiz. Hammasi benzin. Hammasi benzinda. 3 ta mashinasi bor ekan. Bir qator oq oblarni ko'rsatib o'taman. To'rtta o'rta holatda balonlar bor ekan. Navbatdagi 2023-yilda ishlab chiqarilgan kraskasi top-toza 3-pozitsiyadagi 10x avtomobilimiz. Ekan. Old tomondan ko'rinishlari. Kraskasi top-toza, avtomobilimizga gaz qo'yilmagan, benzinda. Yurgani 5584 kilometr bo'libdi. Salon holatdan ko'rinishlari, qata ko'rib baho berib qo'yasizlar. Puli necha pul aka buni? Buni 11700 dollardan tushib beramiz. 11700 dollar. Xo'p, aka, nima deb o'ylaysiz? Bozor sal pastladimi, ko'tarilganmi? Ha, sal pastladi. 12 ming narx aytyapti, mana shunaqalariga. Taxminan 300 dollar, 200-300 dollarga qaytadi. Keyingisi aka? Buni 24. Xo'p, 724 kraskasi toza. Kraskasi top-toza. Bunga chexol polilar qilingan. Yurganichi? Yurgani 6600 kilometr. 6600 kilometr. 6610 kilometr. Chexollari bor, ko'riklari bor. Mashinamizda gaz yo'q, benzinda. Avtomobilimiz ko'rinishlari. Pulichi aka? 11900 dollardan o'tib beramiz. 11900 dollardan o'tib beriladi. 24 shuning uchun. Ha, tushunarli. Kraskasi toza, yurgani 5000 qancha ham bo'pti. Chexol ko'riklari ham bor, minishga tayyor. Gazi yo'q, benzinda ekan mashinamiz 11400 dollar baho aytilyapti. Aka, buni bozor so'radimi? 11900, uzr. Bozor so'radimi aka buni? So'rab turibdi, so'raganlar. Hali qo'l qisgani bo'lgani yo'q. Hali erta bozor, qo'l qisgani bo'lgani yo'q. Endi aka 1, 2, 3 ta mashinaga telefon raqam aytaylik-da. 97lik, 97lik 235, 235 37 10. 3710 raqamlariga aloqaga chiqasizlar. Musofirdagi do'stlarimizga mana shu nomerimizda Telegram, WhatsApp, imo hammasi ijtimoiy tarmoqlarda bemalol aloqaga chiqishadi. Sotmoqchi bo'lsa ham, olmoqchi bo'lsa ham aloqaga chiqarsinmi? Sotadigani ham, oladigani ham aloqaga chiqarsin. O'zbekiston bo'yicha borib olib kelaveramiz ham, dastavka qilib olib borib ham beraveramiz. Ha, kukalar. O'zlari vohada bo'lib, Moskvada ishlaydiganlar bo'lsa, dadamga sovg'a qilaman desa, yo uyimga olib borib qo'ying, borib minaman desa, narxini kelishsak, zakalatini tashlab beradi. Qolgan pulini uyga borganimizda beradi. Vah. Eshitilaringmi? Yana qanaqa qulaylik kerak? Xo'p, 10xlarda davom etamiz. 23-39 ming yurgan. 2023-yilda ishlab chiqarilgan 39000 kilometr yurib o'tgan kraskasi top-tozasida davom etamiz. Pozitsiyamiz adashmasam 3-pozitsiyada. 3-pozitsiya mexanika atmosferli motor bo'ladi, 39120 kilometr. Chexol ko'riklari joyida tashlab qo'yilgan. To'rtta yumshoq balonlari bor. Foto ko'rsatib qo'yaman, ko'rib baho berib qo'yasizlar. O'rta holatda ekan. Avtomobilimizni o'n tomondan ko'rinishlari. Narxiga to'xtaladigan bo'lsak, 11500 dollardan o'tib beriladi deb aytib o'tilyapti. 11500 dollar dedingiz aka? 11500 dollar. 11500 dollar. Keyingisi-chi? Unisini nechi? Birinchi pozitsiyasi. Pozitsiyasi 1, kraskasi toza. 3000 yurgan chexol poligi. 3371 kilometr yurib o'tibdi.
11.400 ga berilmadi. 10.400 dollarga bermadi. 10.400 10.400 mashinga tushdi. 10.400 ga berilmagan 12 avtomobilimiz. Gazichi aka bunimi? Yo'q, benzinda o'zi uchun Benzindanmi? yurgan. Tushunarli. Ozgina qo'sa yurib ketar ekanda. Ozgina qo'shsa kelishamiz. Xo'p, telefon raqami aytaylik deb kelasiga. 97lik 97lik bilan 324 324 2330. 2330 raqamlariga aloqaga chiqasizlar. 10.400 ga berilmagan 11.000 kami bor deyilayotgan birinchi pozitsiyadagi 12 avtomobilimiz. Telefon raqamlarini aytib o'tdim. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, aytilgan telefon raqamlariga bemalol aloqaga chiqib, talash tortishib olishingiz mumkin do'stlar. Balon holatdan ko'rinishlari ko'rib, o'zingizlar bir qator baho berib qo'yasizlar. Xo'p, bozorlarimiz 200-300 dollar pastlagan deb aytyapti aka-ukalarimiz. Oldingiga nisbatan balki yana pastlab qolishi mumkin. Fikringlar kommentariyada yozib qoldiringlar, nima deb o'ylaysizlar, yana pastlaydimi? 12'larda davom etamiz. Like, podpiska esdan chiqmasin aka-ukalar. Navbatdagi 12 avtomobilimiz aka-ukalar 2024-yil ishlab chiqarilgan. Kraskasi top-toza. Probegini hozir ochib ko'ramiz. 17.509 kilometr yurgan ekan. Pozitsiyasi 3 mexanika bo'ladi. Chexol ko'riklari tayyor. Gazlar qo'yib qo'yilgan ekan, propana. 65 talik propan 9 kilometr yuradi deb o'tyapti. Aka-ukalar bilasizlar, 3-pozitsiyamiz atmosferniy motorda bo'ladi. Metan ham tushaveradi bunga. Propan gaz balonlari qo'yilgan, kraskasi top-toza, yurgani ham unaqa ko'p emas ekan, to'rtta balon holatlaridan ko'rinishlari. 11.700 dollar baho aytilyapti aka. 11.700 dollardan o'tib beramiz deyapti. Bitta telefon raqamingizni qaytarib qo'ying. 97 324 2330 raqamlariga aloqaga chiqasizlar. Navbatdagi 12 avtomobilimiz 2023-yilda ishlab chiqarilgan. Bitta detalda mana shu yerda ozginagina kraskasi bor ekan, qolgan joylarini top-toza deb aytib o'tilyapti. Pozitsiyamiz 4-pozitsiya, mashinamiz bekmi? 40.764 kilometr yurib o'tibdi. Chexollarni zo'rlardan tashab qo'yilgan ekan. Avtomat bo'ladi, turbina motor. Ko'riklari ham bor ekan. Gazichi aka buni? Gazi bor aka, propan. Propan gaz balonlar qo'yib qo'yilgan. Pulni nechta deyapsizlar? Ularni 12.200 o'tib beramiz deyapmiz. 12.200 dollardan o'tib beramiz. Telefon raqami aytaylik. O 88lik. 88lik 290 290 97 90. 97 90 raqamlariga aloqaga chiqasizlar aka-ukalar. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa. 2023 68 ming yurgan toza pozitsiyamiz 4 LTZ. 4 LTZ. Avtomat bo'ladi, turbina motor bo'ladi. 68.679 kilometr yurib o'tibdi. Chexol ko'riklari joyida ekan. Gazichi? Benzinda aka. Benzindami? Pulni nech pul deyapsiz? Buni 12.200 dan oz-oz o'tib beramiz. 12.200 dollardan oz-moz o'tib beriladi. Balon holatdan ko'rinishlari ko'rib baho berib qo'yasizlar. Biz telefon raqami aytaylik-da. 88lik 88lik 413 413 57 57 raqamlariga aloqaga chiqasizlar. 2023 ga 24-yilda ishlab chiqarilgan 12 avtomobilimiz. Kraskasi top-toza deb aytib o'tilyapti. Pozitsiyamiz 3-pozitsiyada ekan. Avtomat atmosferniy motor 14.757 kilometr ko'rsatib turibdi tablo. Salon holatdan ko'rinishlari. Chexol ko'riklari tashlangan. Narxini so'raymiz, necha pul ekan? Aka-ukalar, narxiga to'xtaladigan bo'lsak, 11.300 dollardan o'tib beriladi deb aytib o'tilyapti. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, telefon raqamini yana bir qator aytib o'taman. Aytilgan telefon raqamlariga aloqaga chiqaverasizlar. Bilan 88 bilan 413 57 88 bilan 413 57 raqamlariga aloqaga chiqasizlar. Bozor qizg'in pallada. Sekin 12'larni olib, keyin Gentra Cobotlarga o'tamiz. Like, podpiska esdan chiqmasin aka-ukalar. 2024-yilda ishlab chiqarilgan oxirgi pozitsiyadagi Redline'dan. Kraskasini top-toza deb aytib o'tyapti akamiz. Old tomondan ko'rinishlari. Probegini tablosidan ko'ramiz.
Yurib o'tgani 60.194 kilometr bo'libdi. Full pozitsiyadagi Onyx avtomobilimiz. Propan gaz ballonlar qo'yib qo'yilgan ekan. To'rtta o'rta holatdagi ballonlari bor. Aka pulini nech pul deyapsizlar? Pulini 14.300 tushib beramiz. 14.300 dollar. Bozor so'radimi aka buni? 14.000 qilish taklif beramiz. Bermadingiz. Xo'p, telefon raqamini aytaylik. 91lik 91 bilan 612 612 05 15. 05 15. Bular ham sizlardanmi? Ha, bular. Yil nechi bular? 20 tur bu ya. Bu 100 ming yurgan. Kraskasi, Klassiyasi toza, gazi bor. pozitsiya Tur. 4-pozitsiyada. 100 ming yurgan 4-pozitsiyadagi Onyx avtomobilimiz. 105.629 bo'pti. Xo'p, chexol kovriklari bor. Gazichi aka, gazi yo'qmi? Gazi bor, propani bor. Propani bormi? Puli nech pul deyapsizlar? 12 mingdan o'zgina o'tib beramiz. 12 ming dollar kam bor. Bu ham sizdanmi oldidagi? Yili? 23 13 ming yurgan shumkalar, chiqurlar boshqatlar qilingan 3-pozisiya. Kraskasi tozami? Chiqur shumka 13.464. Mana chiroyli qo'yilgan ekan. chiqurlari tikilgan o'zi. Mos zavod sug'urib Kiydirilmagan, ha? yedirilmagan, yo'q. Tushunarli. Gazi bormi aka buni? Yo'q, benzinda bu. Benzindami? Avtomobilimiz orqa tomondan ko'rinishlari. Puli nech pul deyapsiz? Buni 12.200 ga tushib beramiz. 12.200 dollardan tushib beriladi. Xo'p, endi aka yana bir telefon raqami qaytarib beramiz, mana shu uchalasiga. 91lik 91lik bilan 612 612 05 15. 0515 raqamlariga aloqaga chiqasizlar agar kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa. Aka-ukalar, mana bozordagi narx-navolarni kuzatib ko'rdinglar. Narxlarimizda pastlashlar bor, xudo xolasa. Kanalimizni kuzatishda davom etinglar. Inshaalloh keyingi yakshanba ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar.